Har kimda bir bo'shliq bor yani. Shuning uchun xotirjam bo'lishimiz kerak. Men baxtsiz bo'lib qoldim, ular baxtli bo'lib ketdi degan narsa yo'q. Har kimda bor bir bo'shliq. Onani qornindaligimizda rizqimiz haqida o'ylamaymiz-ku, bugun bor bir tashqariga chiqib kech ovqat yeb key, bir joydan borib demaymiz-ku, to'g'rimi? Onani qorni devorlaridan bizga rizq keladi. Bugun yerni devorlaridan bizga rizq kelyapti. Farqi yo'q, farqi bor. Farqi yo'q. İkisi aynı emasmi? Aynı. To'g'rimi? Biroz huzurli bo'lishimiz kerak. O'zimizni ko'p qiynaymiz. Vahima qilmas kerak. Vahima bizni nima deydi? Har ko'yga soladi-da, vahima insonni har ko'yga soladi. Jinoyatga qo'l urishimiz mumkin. Sudxo'rlik qilishimiz mumkin. Haromga kirib ketishimiz mumkin. Shirkka kirib ketishimiz mumkin. Vahima, buni bizga qildirayotgan vahima. Kim qildiryapti? Vahima qildiryapti. Bu vahima qayerdan keldi? İçimizdagi ishonchsizlikdan keldi. Bu harakatlarimiz bilan bu dunyoni ham yoqib qo'yamiz, u dunyoni ham yoqib qo'yamiz. Maryam onamiz o'sha holatda nima dedi? Yo Robbi dedi, qaniydi, koshkiydi bular sodir bo'lmasaydi. Men bu dunyoga umuman kelmasaydim-da. Va unutilsaydim, hech qachon biri bir Maryam degani bor deb o'ylamasa, yo'q bo'lsaydi deb orzu qildi. Hech kim bilmasaydi meni va hech kim tanimasaydi. Janob Haq nima dedi? Nima qildi? Bugun qaysi din, qaysi irq, qaysi jo'grafiyada bo'lsin Maryam degan ismni hozirgacha qo'yishadi. Keladigan, ketadigan hammaga tanitib qo'ydi Alloh. Vaholanki Maryam onamiz hech kim bilmasaydi. Istirobni ko'pligidan-da endi. Hammani bir dardi bor. Ishida, oilasida, sog'ligida siqilmaslik kerak. Shifokorga borishimiz kerak, sababini qilishimiz kerak. Alloh agar bizni o'limimizni shu kasallik bilan bitib qo'ygan bo'lsa, shu kasallik bizni olib ketadi. Bitmagan bo'lsa olib ketmaydi, lekin biz baribir umid qilib harakatimizni qilaveramiz. Haddimizdan oshmaymiz ham. İşimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni-da umuman o'xshamasa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Hamma bir xil bo'lish kerak degan qonun yo'q. Hammaning ishi birdan o'xshashi kerak degan narsa yo'qki.